Sharqi Turkistondagi Xitoy mustamlikachilari Uyg'ur yoshlarini Xitoyning har qaysi joylarida qul ishchi qilib avatishga boshladi. Xitoyda koronavirusi 80 mingdan ortiq kishiga yuqib, taxminan 3 ming kishidak o'ldi. Bu sabab bilan Xitoyning iqtisodida shiddat bilan tuvallash ko'rildi. Xitoy doiralari bo'lsa Uyg'urlarning hayoti bexatarligini qilchi nazarga olmasdan, ularning Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga avatishni davomlashtirdi. Uyg'urlar Xunan, Jiangsu, Jiangxi va Zhejiang o'lkalariga eng ko'p avatildi. Bu rayonlarda ishchi tepish qiyin ahvolga tushib qolganligi ma'lum. Xitoy taratqullarining xabarida yaqinqa bir necha kun ichida 400 Uyg'ur yoshining Xunan, Zhejiang va Jiangxi o'lkalariga avatilganligi bildirildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa bu vaqtda to'xtalib, bu qo'rqinchli ahvol. Beyjing doiralari millionlagan kishini karantina qilib, zavodlarda virus sababli ishlab chiqarishni to'xtatayotgan bir paytda Uyg'urlarni bu rayonlarga avatmoqda. Xitoyning Uyg'urlarning hayoti bexatarligini qilcha e'tiborga olmaganligi aniq. Bu Uyg'urlarning sog'-salomat holda uylariga qaytib kelish haqida hech bir kafolat yo'q dedi. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlari va yig'ilish lagerlari Shvetsiyaning Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida o'tkazilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 43-navbatlik yillik yig'inida o'tirg'i qo'yildi. Dünya Uyg'ur Qurultayi raisi Dolqun Aysa oldimizgi kunlarda Uyg'urlarga so'z qilish fursati beradiganligini aytdi va yig'inda Yevropa Ittifoqining Xitoyning yig'ilish lagerlarini ayblaganligini bildirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Maas Xitoydan yig'ilish lagerlarini taqashni va Uyg'urlarga qaratgan bostirishni to'xtatishni talab qildi. Angliya va Turkiya qatorliq davlatlarning vakillari so'z qilib, yig'ilish lagerlariga qarata andishlarini o'tirg'i qo'ydi. Dolqun Aysa yig'ilish lagerlari boshchiligida Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosatlari, koronavirus andisi va bu sababdan kelib chiqqan ocharchilik masalasini yig'in kun tartibiga sunishni planlayotganligini bildirdi. Mongoliya prezidenti Baddolka Xitoy ziyaratidan keyin ehtiyot yo'lsidan poytaxti Ulan-Batorda karantinga aylandi. Xabar qilinishicha, Xitoy poytaxti Beyjingda Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan ko'rishgandan keyin davlatiga qaytgan Baddolka bilan birga bu ziyoratga qatnashgan tashqi ishlar ministri, Mongoliyaning Xitoydagi bosh elchisi va boshqa yuqori darajalik amaldorlarning ehtiyot tadbirlari sifatida 14 kunlik ayrib etildi ekan. Yana bir tarafdan Xitoy yangi tipli koronavirus sababli o'lganlar sonining 3 mingga chiqqanligini bildirdi. Xitoy Davlat Səhiyyə Komiteti e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, 24 soat ichida 41 kishi o'lgan bo'lib, yangidan 327 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan. O'lganlardan 41 nafari virus markazi bo'lgan Xubey o'lkasida bo'lib, Beyjingda 2 kishi, Sharqi Turkistonda 1 kishi hayotidan ayrilgan. Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti, yana NATOga a'zo davlatlarning vakillari Suriyaning Idlib rayonida 33 turk askarining jiniga zamon bo'lgan havo hujumidan keyin favqulodda yig'in chaqirdi. NATO bosh kotibi Stoltenberg yig'indan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Turkiyaga havo sohasida yordam qilyapmiz. Texnik ko'p yordam qilish masalasini ittifoqdosh davlatlar muzokara qilyapti dedi. O yana Suriyani va uning orqasidagi Rossiya hujumini to'xtatish va xalqaro qonunga hurmat qilishga chaqirdi. Idlibdagi fojiadan keyin Germaniya hukumatı bayonot e'lon qilib, turk askarlariga qilingan hujumni ayblaymiz. Germaniya, Fransiya, Rossiya va Turkiya orasida 4 taraf yig'ini o'tkazish taklifini yana bir qatim ta'kidlaymiz. Merkelning 4 taraf yig'ini taklifiga Putinning ijobiy inkos qaytarishini umid qilamiz dedi. Erdo'g'an bilan telefonda ko'rishgan Amerika prezidenti Donald Trump oldingi kuni Idlibda turk askarlariga qilingan hujumni aybladi va Turkiyaga ta'ziya bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterres bo'lsa, jiddiy urush to'xtatish chaqirig'i qildi. O'zbekiston Qozog'iston rayonlararo hamkorlik munbirida ikki taraf orasida jami 500 million dollarlik hamkorlik kelishimi imzolandi. O'zbekistonning Xorazm shahrida 2-navbatlik O'zbekiston Qozog'iston rayonlararo hamkorlik munbiri o'tkazildi. Bu munbarga O'zbekiston bosh ministri Abdulla Aripov va Qozog'iston bosh ministri Asqar Mamin boshchiligida ko'p sondagi savdogarlar va amaldorlar qatnashdi.
İki davlat arasida sanoat, ul muassasa, dorigarlik, yezi egilik, bankchilik va boshqa sohalardagi hamkorlikni asos qilgan jami qimmati $500 million bo'lgan 52 kelishimga imzo qo'yildi.